hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vassalam shunday marhamat qiladilar. Innalloha qarang, yu'ti dunya man yuhib va man la yuhib. Lekin va yu'ti dina man ahab dedilar. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rmaganiga ham dunyoni beraveradi. Dunyo mana bo'lib yotibdi. Hozir mana ko'ryapsiz. Alhamdulillah deylik, yana ham buni eslataylik. Buni tinchlik ne'matini. Qanday biz xotirjamlik. Siz ayting, uyingizdan chiqyapti, xotirjam keldingizmi yo qo'rqdingizmi bir narsadan? Siz do'ppili Eshanbo ayting, xotirjam chiqdingizmi uyingizdan? Kechqurun tunda yotishligingizda xotirjammidingiz yo xotirjam emasmidingiz? Bu tinchlik ne'mat qarang. Dunyoni ko'ryapsiz. Umraga boradiganlar to'xtab qoldi. Bu tinchlikni barakoti, elimizdagi yutuqlarni alhamdulillah barakoti Allohga shukrlar bo'lsin. Demak, bugun sizga mana shu yutuqlarni yutug'i bo'lib bunday hashamat masjid berilibdi. Alloh taolo qarang, dunyoni nima ekan? Rasulullohning so'zlari, yaxshi ko'rib yomon ko'rganiga ham beraverar ekan, lekin dinni faqat o'zi sevgan bandalarga berar ekan. Bu Allohning sizga sevgisidir. Yana bir bashorat. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning o'zlarining so'zlari. Alloh taolo jannat ahliga nido qilar ekan. Inshaalloh hammamiz jannat ahli bo'laylik ilohim. Nido qilar ekanki, Alloh nido qilar ekan. Ayna jironi der ekan. Meni qo'shnilarim qani? Meni qo'shnilarim qani der ekan. Hadis sharifda Rasulullohning so'zlari. Farishtalar buni javobini bilmas ekanlar. Nima deyilyapti hadisda? Alloh aytayaptiki, bu Allohning so'zi. Meni qo'shnilarim qani deya Rahmanir Rahim so'rasa, farishtalar bilmas ekan. Alloh so'rayaptiki, qo'shnilarim deyapti-da. Xo'p, mana bu payg'ambarlarning darajasini biladi farishtalar. Orqalaridan, yonlaridan turadigan olimlarni, shahidlarni, siddiqlarni darajasi biladi. Xo'p, masjid qurganlarga qasr beriladi, uni biladi. Farishtalar biladi buni. Babur rayonga kirasiz ro'zadorlar. Ro'zadorlarga Babur rayon bor, uni beriladi, biladi. Lekin mana savolni javobini bilmas ekan. Savolga e'tibor qiling. Ayna jironi der ekan Alloh taolo. Meni qo'shnilarim qani desa, farishtalar bilmasdan 2 marta Alloh taolo so'rar ekan. Birida bilmadi, ikkinchisida ham bilmadi. Farishtalar ey Robbimiz der ekan. Va man yanbaghi an yakuna jaran laka der ekan. Ey Robbimiz, kim ham senga qo'shni bo'la olar edi? Kim senga qo'shnilikka arziydi? Qolganlar banda, u Ar-Rahman, u Alloh. Alloh aytayaptiki, meni qo'shnilarim deyapti. Farishtalar bilmay qolib, Allohning qo'shnisi kim ekanligini Allohning o'zidan so'rar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, farishtalarning savoliga ayna ummaril masajid der ekan. Masjid qurganlar qani der ekan. Muborak bo'lsin sizga. Chinoz ahliga muborak bo'lsin. Qani masjidni bino qilganlar, qani masjidni obod qilganlar. Xo'p, hozir biringiz aytishligingiz mumkin. Men Rossiyalarda bo'lib qoldim, chet elda bo'lib qoldim, masjidga yordam qila olmadim demang. Lekin bugun sizga fursat. Ramazon fursat. Keling masjidni endi zikri duo bilan, ibodat bilan, namozlar bilan obod qiling. Davomida nima deyiladi? Ummaril masajid, masjidni obod qiluvchilar. Masjidni obod qiluvchilar deganligi albatta qurganlar, qurishligiga sababchi bo'lganlar, yer berganlar, hashar qilganlar. Aytadi farishtalar, o Chinoz xalqi bugun jipis bo'lib, hamdardlikdan masjid quryaptilar. O'sha ko'p gapiradigani ahrori bor deb farishtalar yozib boradi. Ishoning, hammangizni harakatingizni, nomingizni Allohning huzuriga yozib boradi-ya.